Yo, barchaga assalomu alaykum bo'ldi. Sizlar bilan Kamina Kamtarim, men yana O'shin Aytbojon va mening do'stim Raker. Salomlashib qo'ying. Hello YouTube ahli do'stlar, sizlar bilan birgalikda men o'sha Raker bo'ldi. Videomizga xush kelibsizlar. Raker, mana sizga kitob berildi, menga tashinchi. Xo'p. Minecraft personaj, bo'ldi Raker, unda biz Minecraft personaj chizamiz. Siz unda o'z tarafingizga o'ting, men bo'lsa o'zim tarafimga o'taman. Mayli Raker, omadingiz bersin, jigarim charchamayman. Barchaga yana bir bor assalomu alaykum bo'ldi. Sizlar bilan Kamina Kamtarim, men yana o'sha Nightboyjon obunachilar va yana videoyimizga xush kelibsizlar. Obunachilar, bugungi video roligimizda build battle bo'ladi Raker bilan. Xo'p, mana oyog'ini yaqib oldim. Endi bo'lsa hozir shimlarini va tanasini qilishim kerak obunachilarni. Okey, hozir qilamiz. Bo'ldi obunachilar, videoni shu joyda pauzaga qo'yib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sababi sizlar like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarimizdan chiqarishga motivatsiya bo'ladi. Xo'p, mana shuni ham qo'yamiz, почти bo'lib qoldi. Hozir qo'vorini naqsa bu yog'ini qolgan joyini ko'k rangidan qo'ramiz, ya'ni ko'k blokdan. Okey. Xo'p, endi bu yog'ini davom ettirib qo'yamiz. Mana bu yerdan yana bitta blok qo'shish kerak ekan bu yo'q obunachilar. Tak, bu yerdan qilamiz, pasini ham hozir davom ettirib qo'yamiz. Keyin mana seri blokdan qo'ramiz qolgan pasini. Mana bo'ldi mana. Naryo tarafini shunday qo'rishim kerak. Hozir bunacha ertlab qo'rsam bo'ldi. Tak, bo'ldi, mana ertlab bo'ldim. Endi mana bu yerga hozir bitta blok qo'shishim kerak obunachilar. Ko'k blokdan bo'ldi mana. Hozir endi davom ettiramiz. Masalan Minecraft personaj qurish kerak deganda u xohlasanglar Steve, xohlasanglar Alex, xohlasanglar o'zingizlarning personajlarni qurish nazarda tutilgan. Shuning uchun men tinchgina Steve qila qoldim. Xo'p, hozir men Google'dan qarashim kerak endi. Ko'rib oldim azincha joyini. Endi hozir davom ettiraman. Tak. Obunachilar, xohlasanglar kommentariyaga tushib negativ yozib ketinglar. Keyingi videolarimda ekranida chiqasizlar. Agarda sizlarga shu narsa sharafli bo'lsa, mayli, farqi yo'q, men sizlarga dabro berdim, ekranimda chiqazaman yangi videolarimda. O'shaning uchun negativ yozaveringlar, bemalol kommentariyamga tusha xohlasanglar, so'kasdan vashshe farqi yo'q. Xo'p, okey, mayli, chalg'imaymiz. Bu gapim, hozirgi gapim hammaga ham tegishli emas. Bir xil negativlar borda, o'zi shu ijodni qila olmasdan men bu yerda kommentariyamga kirib negativlik qiladi. Ularga ahamiyat berish kerak emas, prosta shunchaki ahamiyat berish kerak emas. Xo'p, siyamida hozir mana Steve futbolkasini rangini olamiz obunachilar. Tak. Obunachilar, agarda sizlarga shunaqa videolar qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib tashlaymiz va keyingi videoda inshaalloh Leader Online va artefaktni chaqirishim kerak. Ya'ni men ular bilan gaplashib qo'yganman, bo'ldi, tushib beramiz Nightboy deyishgan. Xudo xohlasa ularni ham chaqirib videomga tushirsam, sizlarga ham ancha yaxshi bo'lsa kerak menimcha. Ya'ni yangi sifatli video ko'rasizlar meni YouTube kanalimda. Shular uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Agarda shu video like 40 ta bo'lsa, keyingi videoda kommentariyaga yozsanglar, o'sha YouTuber olib chiqaman. Birinchi bo'lib like bosishinglar kerak faqat. Xo'p. Tak, kelib bu yog'ini ham to'g'rilaymiz hozir va bo'ldi menimcha. Bu yoq taraf bo'ldi. Endi men taraf qilishim kerak bu yog'ini. Mana Raker anaqa personajlari qanaqa chiqayotgan ekanda, mana shu savol meni qiziqtiryapti. Menimcha bu savol sizlarni ham qiziqtirayotgan bo'lsa kerak. Okey. Mayli. Agarda Raker nega gapirmayapti desanglar, Raker vaqtlari o'zgarmagan, keyin kibri yoqmasdan tushib berdilar vaqt topib. Shunga ham kattakon rahmat. Ham oldlarida hozir odam bor ekan, faqatgina salomlashib qo'ydilar shuning uchun. Okey, hozir endi qo'lni olishimiz kerak. Mana bu yerdan blok qo'yamiz.
Bo'ldi, tanasi tayyor. Endi qo'li bilan ikkita qo'li bilan boshini qilib qo'ysa, все. Keyin tugatsa ham bo'ladi menimcha, agar keyin rekord qilib qo'ygan bo'lsalar. Ну, okey, hozir. Bo'ldi, biz mana tugatdik. Uni like bosib qo'ydim mana. Ну, menimcha yaxshi chiqqanga o'xshayapti-yu. Okey. Tak. Rekord bo'lishlarini kutamiz endi. Tak, rekord bo'lgan bo'lsangiz, endi siz menga baho bering o'tib ko'rib. Mana shu gigant Steven de. Normalniy faqat negr Steve bo'lib qoldi-yu, atak hech qisi yo'q. Menimcha, ну da. Oy, da yaxshi ekan menimcha. O, bu siznikimi? Ну, da normal, ozgina semiz qilib qo'yibsiz. Tushunsa bo'ladi. Qani, o'sha tepasiga turingchi. Da siz hammasi birga bir ko'pi, faqat siz sal-pal ozg'inroqsiz. Ну, atak hammasi zo'r chiqqan rekord. Nima bo'ldi? Mayli, okey. Mayli bolalar, videoni shu joyga chiqarganligi uchun barchalarga rahmat. Keyingi videoroliklarimizni ko'rishguncha bye.